Sizda ham Cobalt Gentra Nexus 3 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni avtomat bo'lsa, albatta siz uchun bu ma'lumot. Ya'ni chap tomon granat salnidan moy oqib qolishi. Bu holat ko'proq probeg yurgan, 100 ming atrofda, 100 mingdan oshiq yurgan mashinalarda kuzatiladigan holat. Ya'ni chap tomon granatidan moy oqib qoladi. Siz ustaxonaga borasizda, salni qo'ydirasiz, yana oqib qoladi, deyarli salni ish bermaydi. Bu sabab nimadan keladi? Bu sabab albatta shu joyda turadigan vtulkadan, ya'ni shu vtulkadan bo'ladi. Shu vtulka yeyilib qolish oqibatida granata bilan vtulkaning o'rtasida luft paydo bo'ladi. Luft hisobiga granata o'ynaydi va salnini bo'g'zi ushlab bera olmaydi o'ynaganning hisobiga. Shuning uchun moy oqadi. Bu mashina ham 100 ming atrofida yurgan, mana ko'ryapsizlar. Mana polniy tagi yog' oqib shiltirab ketgan. Bunga salni qo'ydirganlar, mana salni qo'yilgan, lekin ish bermagan. Biz buni vtulkasini chiqarib tashladik. Vtulkasini chiqarib tashlab, yangi vtulka, yangi salni qo'yib beramiz. Granatadagi luft yo'qolganini hisobiga umuman keyin moy oqmaydi. Xudo xolasa, okeylar, shuna xizmatli bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Buni ko'pchilik korobkani yechib qo'yish kerak degan fikr bor. Bilganlarga oson, albatta, bilmaganlarga foydali bo'ladi. Buni joyida ham qo'ysa bo'ladi. Agar sizga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, o'zimiz Motordon servisga tashrif buyurasiz. O'zim joyida granatangizni olib, korobkangizni yechmagan holatda joyida salni vtulkalarni almashtirib beraman. Videoga like bosib, ustalarga yuborib qo'ying, Nexus 3 Cobalt Gentra deganlarga yuborib qo'yaverasizlar.